Bugungi zamon shiddatini kundalik hayotimizni bir lahza bo'lsa-da elektr energiyasi tasavvur etish qiyin. Boisi elektr energiyasi bugun biz uchun shunchaki simlar bilan oqib kelayotgan quvvat emas, balki kundalik turmushimizning ajralmas qismi, yashash tarzimizning asosiy manbaidir. Mamlakatimizda inson qadrini ulug'lash, aholi uchun munosib turmush sharoitlarini yaratish borasida olib borilayotgan keng ko'lamli islohotlarning bosh maqsadi ham eng avvalo xalqimizni ushbu manba bilan uzluksiz va sifatli ta'minlashdan iborat. Zero har qanday iqtisodiy o'sish, tadbirkorlik rivoji, yangi ish o'rinlarini yaratish va farovonlik energetika tizimining barqarorligiga bog'liq. Bugun ana shunday yuksak islohotlar sharofati bilan hududlarda yillar davomida to'planib qolgan eng og'ir muammolar ham tizimli ravishda bosqichma-bosqich hal etilmoqda. Islohotlarning amaliy ifodasini Xatirchi tumani misolida ham yaqqol ko'rishimiz mumkin. Aholi sonining shiddat bilan o'sishi, tadbirkorlik subyektlarining ko'payishi, tabiiyki elektr energiyasiga bo'lgan talab va ehtiyojni bir necha barobarga oshirdi. Davlatimiz rahbari tomonidan sohani tubdan modernizatsiya qilish bo'yicha belgilab berilgan topshiriqlar ijrosini ta'minlash maqsadida Xatirchi tuman elektr ta'minot korxonasi tomonidan keng ko'lamli yangilanish ishlari olib borilmoqda. Tuman hududi bo'ylab yangi O'zbekiston qiyofasidagi mahalla va og'ir toifadagi mahalla dasturlari asosida maxsus brigadalar tashkil etilib, joylarda aholini uzluksiz elektr energiyasiga bo'lgan talabini qanoatlantirish ishlari jadal olib borilmoqda. 2026-yil Xatirchi tumanimizda elektr energiyasini yaxshilash maqsadida bir qator dasturlar amalga oshirildi. Jumladan 430-sonli qaror asosida tumanimizda 5 ta mahallada yangidan havo elektr uzatish tarmoqlarini qurishlar amalga oshirildi, yangi transformatorlar o'rnatishlar amalga oshirildi. Yangi O'zbekiston qiyofasi dasturi asosida 4 ta mahallada ish amalga oshirilyapti. Hozirgi kunda tumanimizda Bog'i Shamol, Quchchi, Farovon, Oqtepa, Kattasoy mahallalarimizda hamda og'ir toifali mahallalarimizda ham bugungi kunda elektr energiyasini yaxshilash maqsadida ishlar olib borilyapti. Buning natijasida tadbirkorlik subyektlarimizga, aholi iste'molchilarimizga elektr energiyasi aytilgan me'yorda yetib borishi va aholining yashash tarzini o'zgartirish uchun keng ko'lamli ishlar amalga oshirilib kelinmoqda. Elektr energiyasini iqtisod qilish, energiya samaradorligini oshirish maqsadida shu yil tumanimizda 165 ta transformatorlarimizda joriy ta'mirlash ishlari amalga oshirib keldi. Shu kungacha yilda oxirigacha yana 209 ta transformatorimizda joriy ta'mirlash ishlari amalga oshiriladi transformator punktlarimizda hamda 56 ta transformator punktimizda mukammal ta'mirlash ishlari amalga oshirilib, havo elektr uzatish tarmoqlarimizdan 201 kilometri mukammal ta'mirlanib, aholimizda elektr energiyasini yaxshilash uchun xizmat qilishga topshirildi. Xatirchi tuman elektr ta'minot korxonasida ish bir daqiqaga ham to'xtamaydi. Yuqorida qayd etilgan dasturlar doirasida mahallaba ishlar tashkil etilgan bo'lib, soha xodimlari jazirama issiqda ham, qor, yomg'irli kunlarda ham fidokorona mehnat qilishmoqda. Fidokor mahallasi mana shu Qiyish qishlog'idagi shu eski simyog'ochlarni yangilab, beton stolbalar ustakalar qo'yib, kabellar tortilib, xo'sh, obodonlash ishlari olib borilyapti. Bundan tashqari qishlog'imizda dehqonchilik, chorvachilik rivojlanib, tadbirkorlar ko'payyapti. Bulardan foydalangan holda mana shag'allashtirish, asfaltlashtirish ishlari ham navbatma-navbat bo'lib boryapti. Bundan biz minnatdormiz. Hozir 3300 metrlik joy kabellashtirib bo'lindi. Biz jarayonga yetib boryapmiz. Nasib bo'lsa, yana ilk kunlarda yoqib hamma joy obod bo'ladi. Xalqimiz juda minnatdor. Shuningdek, aholi zich joylashgan va kuchlanishi past bo'lgan mahallalarga qo'shimcha yuqori quvvatli yangi transformator punktlari qo'yildi. Mavjudlari esa mukammal ta'mirlandi. Xatirchi tumani Oqolti mahalla fuqarolar yig'inida aholi iste'molchilarini elektr energiyasini yaxshilash maqsadida hozirgi ishlab turgan transformatorlar yukini yengillash maqsadida mahalla hududiga maxsus qaror asosida 250 kVli transformator qo'shimcha o'rnatilmoqda. Bundan maqsad iste'molchilar elektr energiyasini yaxshilash. Bu qilinayotgan ishlarimizdan oldin asosan qo'lbola edi, fuqarolar yig'inida qo'lbola stolbalardi. Bularni olib tashlarlikdan keyin yangi temir beton tayanchlar o'rnatib, yangi transformator punktlarini qo'yib ishga tushirmoqdamiz. Bog'ishmon mahallasida ham yillar davomida chidamliligini yo'qotgan eski yog'och ustunlar butunlay chiqarilib, o'rniga minglab yangi mustahkam temir beton ustunlari o'rnatildi. Shu mahallamizda mana umumiy 48 dona temir beton tayanchlar o'rnatilishi ko'rsatilgan rejamizda, yangi bitta transformator punkti ko'rsatilgan. Bularning qurilish jarayonlari davom etyapti. Umumiy uzunligi 1500 metr bo'lgan 0.4 kV havo tarmoqlarimiz ham ko'rsatilgan. Ayni damda hozir shu jarayonlar davom etyapti. Kabel tortishlari, transformator punktlarini o'rnatishlari davom etyapti. Keyingi rejalarimiz mahallaning qolgan qishloqlarini ham yana xuddi shunday dasturlar asosida yangi havo tarmoqlarini tortib, aholiga sifatli va uzluksiz elektr energiya yetkazib berish
rejalashtirganmiz. Xuddi shu dastur asosida biz Fidokor, Paravon, Xo'jaqulobod mahallalarida bo'ldik. Shunaqa xuddi shunday qurilishlarni reja asosida tugatib, mana bugungi kunda Bog'shamol mahallasi kelib ishlarini davom ettiryapti. Tumandagi Oltinsoy va Baxshijar mahallalarida ham ayni kunlarda ish avj pallada. Ushbu mahallalarda yangi O'zbekiston qiyofasidagi mahalla dasturi doirasida tizimli ishlar olib borilmoqda. Ilgari bu yerlik aholi kuchli shamol bo'lsa yoki yog'ingarchilik kuzatilsa, chiroq o'chib qolishidan xavotir olib yashardi. Sababi hududdagi simyog'ochlar ancha yillar oldin o'rnatilgan bo'lib, o'z muddatini o'tab bo'lgan. Bugun esa manzara butunlay boshqacha. Mazkur mahallalar hududida eski simyog'ochlar o'rnini birin-ketin mustahkam va zamonaviy temir beton ustunlar egallamoqda. Keyingi 2-3 yil ichida mana yo'llar betonlashtirildi, ichimlik suvlar chiqarildi, yoritgich o'rnatildi. Mana yana davom etyapti. Mana ko'chalarimiz yorug' bo'lyapti, Xudo xolasa. Hammasi uchun mingdan-ming rahmat. Bundan ham nasib bo'lsa ravnaq topaversin. Svetimiz ko'p o'chadi, ichimlik suv yo'q edi. Mana kranlar o'rnatib, mana ichimlik suv chiqardi. Mana yo'llar tosh nima bo'lib yotganida asfaltlari ko'chib, bu yerdan suv o'tkazib, mana yo'llar betonlashtirildi. O'zgarishlar juda zo'r. Davlatimiz tomonidan aholi va tadbirkorlik xonadonlarida qayta tiklanuvchi energiya manbalari, yashil energiyadan foydalanishni ommalashtirish borasida juda katta imtiyoz berildi. Xatirchilik tadbirkor ham bu jarayonda zamon bilan hamnafas. Buning yorqin misolini quyosh panellaridan samarali foydalanish maqsadida o'z xonadonida 500 kilovatli quyosh panellarini o'rnatgan tadbirkor Ural Muhammadiyev faoliyatida ko'rishimiz mumkin. Bugun ushbu xonadon nafaqat o'z ehtiyojlarini bepul va mustaqil ravishda yashil energiya bilan ta'minlamoqda, balki ishlab chiqariladigan ortiqcha elektr quvvatini davlatga sotib, qo'shimcha daromad ham topmoqda. Kredit evaziga chiqardik. Bir oy bo'ldi ishlatganimizga yaxshi kunlik daromadi, onlayn hamma narsani ko'rib boryapmiz. Ishlash jarayonini ko'rib turibmiz. Soatiga qancha ishlayapti, kunlik qancha bo'lyapti, hamma narsani kuzatyapmiz. Yaxshi daromad manbai ekan. Ham davlatga foyda, ham hamyonga foyda ekan. Shu bir oy badaliga bir marta bir javob xato bo'lib, bir ishlamay qolgan kuni bo'lmadi. Ishlab hamma narsasi joyida ketyapti. Quyoshli kunlarimiz ko'p bizda. Kafolatlar berilgan. Elventerga 10 yil kafolat berdi, panel o'ziga 20 yil kafolat berdi. Kafolatlangan narsa bilan ishlagan baribir boshqacha. Nasib bo'lsa bundan yana qo'shimcha qilmoqchimiz, bundan ko'paytirish niyatimiz bor. Endi asosda bosqichma-bosqich ketamiz. Joylarda elektr tarmoqlarini yangilash va modernizatsiya qilish ishlari tizimli ravishda bosqichma-bosqich davom etmoqda. Amalga oshirilayotgan bu kabi ishlar esa avvalo fuqarolarning yashash sharoitlarini yaxshilaydi.